Boy bo'lish siri nimada bilasizmi? Masalan, tasavvur qiling, bir odamning Malibu mashinasi bor. 6 xona uyi bor, lekin doim uyini 8 xona qilish haqida o'ylaydi. Mashinasini almashtirib gelik minishni xohlaydi. Orzusi gelik minish, ko'chada gelik ko'rish yuragi siqiladi, halovati yo'qolgan. Ammo muammosi pul, mablag'i yetmaydi. Yana bir odamni tasavvur qiling, uni jentrasi bor, 4 xona uyi bor. Doimiy ravishda Malibu olish xohlaydi. Uyini 6 xona qilish haqida o'ylaydi. Uni ham muammosi pul, uni ham mablag'i yetmaydi. Boriga shukr qilmaydi. Mana shu yerda kim kambag'al, kim boy. Shu yerda davraga 3-kishi kiradi. Uni mashinasi ham yo'q, 4 xona uyi bor, oddiy hayot kechirgan, lekin boriga qanoat qilgan. Uni boyligi, uni iymoni. Mana bu kishi eng boy kishi ekan. Buni kim aytdi desangiz, buni bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytayaptiki, "Laysal ghina an kasratil ardi, walakinnal ghina ghidan nafsi." Boylik mol dunyoni ko'pligi bilan emas, qanoat bilan, boriga shukr qilishi bilan, qalbni to'qligi bilan, nafsni to'qligi bilan deyapti. Endi aytishingiz mumkin, bo'ldi, qanoat qilamiz, lekin islom bizga faqirlikdan panoh so'rash haqida o'rgatmagan desangiz, albatta o'rgatgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga qo'ydigan duoni o'rgatganlar. Allohumma inni a'udhu bika minal faqri wal qillati waz zillati va a'udhu bika min an azlima aw uzlam. Mana bu duoni o'qib yursangiz, Alloh azza va jalla sizga faqirlikdan, zulmdan, xorlikdan panoh beradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.